Assalomu alaykum futbol muxlislari. Sizlarga e'tiboringlarga Ispaniya chempionatidan o'tgan uchrashuvlar ro'yxati o'yinlar. Menimcha bu o'yinlarda hammanglar yaxshi bilsanglar kerak, necha bo'lgan futbolga qiziqadigan har qanday odam biladi. Bu qator turnir jadvali bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, shunda Barselona birinchi o'rinda hozircha. Albatta bizni kuzatib turgan Barselona muxlislari bo'lsa, bemalol kommentariy o'z fikringlar qoldiringlar. 4 ochko Realdan oldinda ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Real yetib oladimi yoki Barsa beylam chempion bo'ladimi? Real Madrid muxlislariga ham shu savol. Real chempion bo'ladimi yoki jadval bo'yicha shunday qoladimi oxirgi turgacha? Kommentariyada o'z fikrlar qoldiringlar.